Assalomu alaykum qadrli muxlislar. Mana biz blogerlar bilan Baxmalga dachaga maza qilib dam olishga ketyapmiz. Xudo xolasa bozorni Bloger Ulug'bek O'rinboyev Instagramda UAMAK profili egasi. boshladik. Buning uchun biz Leninga keldik. Mashhur aka-uka marketga keldik. Ana shu yerdan bozorni qilishni boshladik. Xudo xolasa ana Qallarolliklar Telegram kanali hamda Qallarol.uz Instagram kanali asoschisi. market xo'jayinlari shu yerda mana. Bloger Faxrishka Faxriddin Murtazoyev. Faxrishka shu yerda. Bloger Akmal Ismoilov. Bu yerda Quloq ko'pkari bo'yicha Orifjon Imzo hamda 3 kun Xalikov bloger. Mana hamma shu yerda. Chiqin. Nechta 10 ta tuxum olsa ketadi har bir kishi? Bormayman deb sharbat boshladik. 200. Ha. Yana kimdir bor buni? Bloger Sanjar Rayimqulov Qaldarolda Cho'q burger asoschisi. Blogerlar shu yerda. Nima qiladigan bo'ldik? Baxmalmi xudo xolasa? Ha, Baxmal. Kelmaganlar o'zidan ko'rsin, ha? Shunday. Dahshat bo'ladi dedik-ku mana. Faxrishga har doim pul yig'ish bilan ovora. Ha, yaxshi. Xudo xolasa mana marketda. Ha, 3 kun shu yerda qochyapti. Nima qochyapsan? Nima olasan? Shu yerda ham lezib olyapsan, ha? Siz buni pastmay, ha? Ha, mayli. Ishqil o'zini ishini boshladi buni. Ha, olishni boshladi. Marojna sakmikan qishda. Tak, market shetda mana. Bozorda mana bemalol keltirib aka-uka marketda tekin reklama qila qolasa. O'zbeklar narsa olib qo'yibdi-da. Mayli, hamma o'ziga kerak narsani olsin. Magazinda shunlardan olib qo'y ana o'zi. Hamma O'zi reklama bo'lib ketdi, o'zi. Ketdi. Instagramda utaman. Instagramda Xudo xolasa marketdamiz. Blogerlar hammasiga aytdik, kelinglar dedik. Qallarolda ham ancha zo'r blogerlar bor. Oyda oxir bo'lgancha ko'plari ishlar bilan bo'ldi. Ko'plari balkim sababsizdir, o'zlarini ko'ringlar, xafa bo'lmanglar. Xudo xolasa yordamimiz zo'r bo'ladi. Mana, o'zi. Chiqin yana bir ikkita solib qo'y. Ha, nima olyapsan? Yo'q, olay. Ha. O'rgatyapti. Ha, o'rgatdi ularga. Supermarket bitta narsa zo'r, ichkarida yesang bepul, ana kassaga yetgancha. O'zbeklarım bormi? 92 rossiyskiy benzindan quyib olyapmiz 20 ta. Xudo xolasa, qish bo'lganligi uchun bizda gaz yo'q. Qallarolda 92 benzindan quyib oldik. Rossiyskiy xudo xolasa quyibmiz. Posta o'tganda ajoyib zapravka. Yomon keslang bular. Tayyormi? Bo'ldimi? Mana usoq ham keldi. Ha, usoq. Soqlarni Bloger Usoqjon Shermatov. umrida birinchi marta chiroyli bo'ldi. Bugun qiz bola olib qolayotganimizni bilib, usoq o'sha chiroyli bo'lib keldi. Boshqa paytda qarasa yurardi. Mana shu tog' bizni kutyapti lekin bu bundan ham o'tamiz ekan. Mana shu qorlarda xudo xolasa ko'ramiz. Hali bizni kutyapti. Ha, shular bizni kutyapti. Bolalar yarmi ketdi, yana bitta mashina kutyapti, davron kelsa. Blogerlar hammamiz borib, xudo xolasa Yonadi. Bloger Doston O'zbek blog asoschisi. Hali yonadi. Ha, xudo xolasa zo'r bo'ladi. Benzin bor, yondiramiz. Ha, benzinni oldik. Toqqa ketyapmiz. Toqqa. Bloger Dilshodbek Siddiqov. Mashaqda. Qarab, operatorimiz ham nonohaq ekan, mayli yo'l bermaysizlar. Sotib kelayotgan uchun oldimizda davron kelyapti, davron ham qo'shilib oldi. Nafaqatasi zo'r bo'ladi. Orqada kimlar bor? Tanishtirib o'tib ketamiz. Isoq aka, Muhammadjon operator. O'zbek blog. O'zbeklarga blog solgan odam shu bo'ladi. Blog soladi. U amak shofyorimiz. Qallarol o'z mashina olib sotar odamimiz, u video egasi.
Nursultonjon aytib qo'ydi uni Nursulton. Berami kutyapti, sevyapti. Yo'q. Ha. Jizzax Baxmal yo'li manzaraga e'tibor beramiz. Juda ajoyib. Baxmal ketyapmiz. Ulug'bek aka. Voy, borishim shunaqa bo'lsa. Mana qara. Mana manzarani yana bitta ko'rsatamiz, qarang. Mazami. Degan joylar shunda bor ekanda. Bugun kelmaganlar xafa bo'lmaydi, yotavering. Kelmaganlar xafa bo'lmasin ekan. Xudo xolasa Baxmalga yetib olsak, yana syomka qilishda davom etamiz, obunachilar. Yo'lda chiroyli masjidga to'xtadik. Xudo xolasa endi qurilyapti ekan. Baxmalga kirganda Muhammad o'g'lim hamma yoq ajoyib qor. Hali yetib borganimiz yo'q, asrda o'qib oldik. Xudo xolasa yana yo'lga tushamiz. Kuzatib, obuna bo'lib, like bosib qo'yish esdan chiqmasin. 10 ta og'izda tishim yo'qligi uchun qaysi bir harflar chiqib ketyapti. Baxmalga kirib keldik. Manzaraga bitta e'tibor berib qo'yamiz. Tog'larga, yo'lda alohida oramiz. O'tgani ham oramiz. Yurak sal kattaryapti yo'lda haydashda to'g'risi. Qorda haydamaganimizga ancha bo'lgan ekan. Xudoga shukr, balonlarimiz yaxshi, yangi. Lekin yurak sal eskirganmi? Qorda qara. Davron lekin молодец, bosayapti. Oldinda ketayotgan Kobaltda sheriklar bor, Davron aka. Davron aka yo'l boshlovchi bo'lib ketyapti. Qancha qolgan? 4-7 kilometr qoldi. GPSimiz 5 kilometr qoldi. 5 kilometrga xudo xolasa 5 kilometrdan anaga yetamiz. Manzilimizga yetamiz xudo xolasa. Chiroyligini qara manzara. Obunachilar like bosib qo'yamiz. Obuna bo'lib qo'yinglar. Obuna bo'lamiz, like bosib qo'yamiz. Borgandan keyin Ulug'bek aka o'zi videolar olib tashlayveradi. Kelasizlar, lekin keladigan joy bor. Mana uni ko'rsat, mana uni ko'rsat, shuni ko'rsat, haydalib keladi. Mana tog'ga bitta qaraymiz. Hozir tog'ning ustiga chiqmoqchimiz. Anaqa deydi-ku, kadr yo'q deysizlar. Mana kadr hammasi oyog'imiz ostida deydi-ku. O'shanaqa joy edi. Haqiqiy qish. Mana shom kirdi. Men yerdan zo'rg'a chiqib oldim, ko'rgan bo'lsalaring. Shuncha blogerlar, mana baribir odam ko'pligi yaxshi ekan. Bloger Foziljon Joniqulov. Shundan eson-omon chiqib oldik mana. Mana uchqan umuman itarmadi. Shunda ham chiqdik. Bilmaydi bu itarishni. Davronda Bloger Davron O'rinboyev. urgatganimda chiqib ketdi yaxshi. Aka his qildingizmi? Ha, bitta mashin bor. Ha? His qildingizmi? Qum tashagan. Endi yana bitta Nexia'miz qolib ketdi. O'sha chiqsa, xudo xolasa ketamiz. Mana uni Akbar aka! Qayerdasizlar denglar. Aka yo'qda. Tog' qo'yib. Hey, alvashdi-yu! Qayerdasan? Qorayib chiqar. Boshqa aholi ham bor, qo'y. Mabbala. Yo'q, bir o'zimda. Ha? Hamma ijodda. Bular tashlab chiqamiz, xudo xolasa. Aliyo. Lapta Kobaltimiz kelyapti. Bo'ldi, o'tanmadi, chiqamadi. Bolalar itashyapti. 10 kishi bor hozir. Har itash olmasam kerak. Shunaqa vaziyat. Yo'lga shag'al tashlaymiz. Shox-shabba tashladik. Ashli Раз, два, взяли deydi. Ikamiz video olish bilan oboramiz. Lapatkani bersa, degan tosh tashlaymiz. 3. Xullas, Muhammad o'g'lim bilan qoldik. Nexia undan oldingi podiumda chiqolmay qolib ketdi. Mana Muhammad bilan o'g'lim bilan shu yerlarda kovlab qorong'i bo'lib qoldi. Tuproqni qilyapmiz. Mashinalarimiz ko'chib tepaga qo'ydik. Mana tak. Bolalar hammasi ketishyapti. Mashinani itarib keladi. Nariyoqqa kamida 1 kilometr yo'l. Biz Muhammad bilan mana bunaqa qilib yo'llarga
Tosh tegib chiqyapmiz. Ular kelgancha xudo xolasa 5 kishi ketdi, yana 3-6 kishi ketyapti. Duo qilib turinglar, hammasi xudo xolasa oldinda. Qadrdonlar, kechqurunga mana xudo xolasa necha bo'ldi? 7 km atrof bo'lib qoldi. Biz qayerdamiz? Ikkinchi podiumdan ham zo'rg'a chiqib oldik. Hamma yog'imiz kempinglar, dachalar. Ikkinchi bitta Nexia'miz birinchi tepalikdan tezlik bilan chiqib oldik. Bu yer baxmal borgan sayin tezlik ekan. Endi Davron ukamizni chiqishiga yordam beramiz. Anida zo'rg'a chiqib keldim men. Yaxshi ham 10 kishi kelgan ekanmiz. Bunaqa qorli joyda bir yaxshiroq mashinalaring bo'lmasa, kelmaganlaring ma'qul. Hozir Davron chiqadi, xudo xolasa. Bitta kuchani Davronni ham chiqarib olsak, yana ikkita tepaliklar bor deydi. Bolalarni ko'p bo'lgani yaxshi, xudo xolasa. Oxiri undan ham qiziq bo'ladi, menimcha qani chiqaladimi, yo'qmi? Nexia'miz lekin pastda qoldi. Endi ko'p kishi bo'lib turib, minmasak bo'lmaydi, xudo xolasa. 2 kilometr qoldi manzilimizgacha. Balki undan ko'proqdir. Baqirishyapti Davronga, xudo xolasa, hozir ham chiqib qoladi. Mashinam tepada qoldi. Ovozni eshitamiz. Bolalarning ovozini itarib kelishyapti. Shu yergacha meni itarishdi, bu yoqqa chiqib ketdim. Xudo xolasa men chiqib ketadi. Ikkiga olsin, ikkiga chiqib ketadi, ikkiga olsin. Men boya bu yerda tutiluvdimi, yo'qmi? Siz boya pulga chiqasiz. Endi yordam beryapman-da, bizda shu pulga chiqadi. Hamma shu yerda 3 kun har doimgidek o'zini ishini qilyapti. Da. Davay. Bir-birining ko'tingdan emas, mashinani ko'tidan itarlar. Shunda ketadi. Mana bolalar javlar urishib. Qopti gapir. Yig'im chiqib ketdi bolalar. Qor yoqqanda baxmal kelishdi. Tavsiya qilasizlarmi, yo'qmi? Tavsiya qilamiz. Faqat 2 kun oldin harakat qiling. Mevadan kelsin. Tavsiya yaparsik. Ha? Yaxshilarni. Saqov bitta bo'lardan mevadan. Men sasımım bitta dey. Chiqamiz qo'yapti. Bu ketadi. Yuramiz deyman-ku. Nihoyat yetib keldik. Yuringlar, nima qilib qolgan bu yerga? Mana shu kemping bizniki. Muhammad buni Davron akalarimiz amallab keldik, mashinamiz pastda qoldi. Shu ajoyib ko'prikdan o'tib oldik. Ketdik. Otimiz nere? Kuluf? Bir yer kuluf ekan. Şuraya çalıp uzak bo'lmaymi? Bo'ladimi shu yerda? Men o'tiraman. Lekin hech kim joyigacha kelmayapti. Hamma shu yerda, ha, shunday. Akmal mashinani tashab keldi, Davronni tortib chiqdim. Mashinani chapam bor. Meni shapkamda 3 kun olibdi. Ko'rib turganlaringdek amallab kelib oldik, xudo xolasa. Qayerda bor? Mana bunaqa qora qayerda bor? Qorlardan jiking qilib. Maza qilamiz ekanda. Yaxshi. Hali fonarlarni olib kelmoqsada yana ham chiroyli kadr chiqadi. Bir qator. Hozir olib turibman-ku buni. Qaldirg'achlarga ko'ring. Yana usoq shu yerda, qani usoq, buni usoq buni shu. Bir oylik armiya qush ketsin. Tak, xo'jayinlar shu yerda, Sanjar shu yerda. Dilshod shu yerda. O'zbekiston nima edi? O'zbek blok. Blok qo'yadigan bola shu yerda. Muhammad shu yerda. Uchotchikda ham blokka tushib qolsa o'sha blokda ham oshayotgan uz blokmi? Uz blok. Bo'lsa. Da, kakman shu yerda. Bilyard ham bor, o'ynaydigan odam bo'lsa bo'ldi. Men shu yerdaman, va amaki. Xudo xolasa mana shu ko'rib turganlarni biz ko'rayotgan narsalar ko'rib turgan bo'lsalar, tepada oyam bor. Buni oy yomon chiqaruvchilar chiqibdi. Oy chiroyli ekan. Oy sizga qarab turibdi Ulug'jon. Uncha yaxshi. Assalomdan. Xudo xolasa. Faxriddin aka. Yapmiz. Muhammad.
Dilshod mana. Narxlar ko'rik, Ha, Nursulton. Isoq nimadir o'g'irlayapmiz. Qulupni buzmoqchimi? Qulupni. Nimanidir shu. Bananga hujum qilyapti, bananga. Mana qani. Turan ko'pkari qorda yuradigan odamlar mana shular. ko'p otda yuradigan. Orqasida hamburgerlar bugun bizda xudo xohlasa ekan. Bugun dastavka yo'q. Çok burger. Qayerda jarayon ko'rsatamiz mana. Qordan. Ha. Ana oyni ko'rsatdi sizlarga oyni. Qani o'zi oy? Ha, ana oy. Yaqinlashtirib. Shu yerda oylab kelsa bo'lar ekan. Ketdik aka. Mana qor, qancha qor kerak. Atakanmi? Ketdikmi? Sen razorot. Ketdik. O'tyapti ekan oqib. Qaysidan? Mana yerda. Voh, ana. Mana yerda yangilik. Mana xudo xolasa. Avval mashina. Borib ochib ketdi, keyin chiqamiz. bitta qon to'yib ketaveribdi. Mana buni Oyoq qo'yishga joy bormi? Biskut. Davron? Davron, çal. Davron! Davron diyeceksin, özü dastan de, Davron de dastan de. Dastan. Mana xudo xolasa. Ha, dasturxonlar tayyor. Endi nima qilamiz? Eshik yopamiz. Tak. Mana yerda basseyn bor, xudo xolasa yozda kelsalaring. Hassa qilib. Olamiz. Bay. Nima? Bay. Meshashi. Oh, hidini qara. Cho'q burger shu yerda. Mana cho'q burger cho'qda pishirish qanaqa bo'lishini ko'rsatyapti bizga. Sanjarjon, Davron. Ha. Tak, o'ziga o'zi olib qo'yganlar bor ana yerda. Orqasiga yashirib qo'yibdi. Tak, xudo xolasa men ko'rinyapman-a. Ha, shunaqa. Amaki. Men aytyapti. Tak. Yaxshi bo'ladi hammasi. Xudo xolasa mana bunaqa ekan. Kemping deyilar ekan bu yer. Shashliklar hozir tayyor bo'ladi. Yikkanlarimizni ko'rsatamiz. Tayyor bo'lib tursalaring, bir ishtahalarni ochamiz. Iloji bo'lsa ovqat yemasdan tomosha qilsalaring, juda ham bir mazmunli va chiroyli chiqadi, ta'sirli bo'ladi-da. Bu yoqlarda nimalar bor ekan? Biz bu yerda qanaqadir o'yinda o'ynamoqchi edik, oqshom ija o'ynash qiyin ekan lekin. Ha, mana yerda, mana qop-qorong'i joyda bilyard stol bor ekan. Kunduz o'ynaymiz endi xudo xolasa ertaga. Oyni qaranglar. Bizda G'allaroldan chiqqanimizda qop-qora bulut bo'lib yomg'ir yog'ayotgan edi. Bu yerda xudo xolasa mana oy chiqib, soat necha bo'ldi? Mana 21:31. Ya'ni 9:30. Osmonda bulutchalar, quyoshchalar, yo'q, yulduzchalar, oychalar chiroyli. Ajoyib manzarada eng zo'r bor-ku. Hatto video olgandim, yuzim qor bo'lib ketgandi. O'sha videoda yuzimiz qor bo'lganligi hisobli shuni. Qora dog' bo'lyapti menimcha, men ko'rlikka bo'lsa kerak shuni. Buni haqiqiy toza qor bilan yuvamiz. Ketdimi yo'qmi lekin qarshimda. Mana. Ana ko'pkarilarning blogeri mana shu bo'ladi. Yaxshi. Like bosamiz. Xudo xolasa shashlikxo'rlik boshlandi. Boshlanmasdan tugadi. Nimagadir kam olib kelibdi. Biz jalba qilamiz. Chopon bor? Usoqniki bor? Beradi. Usoq o'zi nimaga yarab? Usoq kiymayapti-ku buni. Bilmasangiz menga bering. Usoq ber shunga. Olib kelmadim. Xolasam. Usoq mana chopon olib keldim degan, lekin sirazi olib kelmadim chiqayapti. Plastik shu darajada bo'lishini odam bilmasligi kerak. Qanaqadir, qanday odam bo'lishi kerak? Qora bo'lish kerak. Ichi qora, buni usti ham qora mana. Ha. Qo'shilib ketibdi. Kelinglar mana. Kim shashlik yegisi kelsa kelsin, keyinchalik jalba qilmanglar, bizga bermadilarni demanglar deydi. Ichlaring tushmasin, qornimiz og'rimasin. Davron kelsin, eng kichkinasi qoldi, xudo xolasa yeb olasan. Ke. Gavdanga yarasha. Nimadir kichkina desa.
Yuragim. Auditoriya. Ha, auditoriya. Kel. Uber olsalar zo'r bo'lar. Ertalab soat 5. Uyg'onmaganlar uyg'otyapmiz. Aşkım emas can yüreğimde. Yaşamaya yüreğimde. Yürüdüğüm aslan yüreğimde. Hocam. Aşkım emas can yüreğimde. Yaşamaya yüreğimde. Yürüdüğüm aslan yüreğimde. Yürüdüğüm Hadi oğlum. Yeter. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so Xudo xolasa mana quyosh chiqyapti. Ertalabki dachamizni ko'rinishi. Voy. Maza qilib hozir chana uchamiz. Xudo xolasa men tayyorman. Sizlar ham tayyor bo'lsalaring, boshlaymiz. Bismillah. Qani chanam. Birinchi urinish o'xshabadi. Ikkinchi dubl boshqacha yo'l tanladik. Qani otim cho. Ketdik. Yoshligim esimga tushib ketdi. Yomon yiqildim da boya. Bo'ldi. Qayerdan tushib ketadi ozgina bir. Yeb bu yerdan tush. Men maza qildim. Vahimani qara. Xudo xolasa hamma chala tushdi boshladi. Nuqta qanday bo'ldi? Shu zo'r, adrenalin var. Yomon yiqilmadingmi? Yo'q. Meni orqam og'riyapti. Qarang. Ha. Navbat kutyapti chalaga shuncha odam. Kelaverasizlar, 20 ming so'mdan. Davay. Chanani olib kel. Jeb qo'ydi, kelag'ay. Jeb qo'ydi. Bizga xo'roz kerak emas. Ana chibirmama kiyib olgan odam xo'roz bo'ladi. Ertalabdan uyg'otadi, hamma qichqirib. Bo'lag'ay! Tobuq deydi.
Video olib bering. Gapir. Ha, ketganman deysiga. Hozir gapir. Ha? Nima deysan? Qani Baxmal to'g'risida bir gapir. Qayerga kelganimizni ayt. Odatda Baxmalga biz yozda kelardik dam olishga. Biz qish faslida Baxmalga keldik, Baxmal tog'lariga. Qish faslida ham kelish tavsiya qilamiz. Juda ham mazza, umuman boshqacha atmosfera bo'lar ekan qishda. Qishda ham kelish kerak, taklif qilamiz. Baxmal Teraklisoy. Zo'r joylar ekan lekin. Bollar, erishdik. Va nihoyat oldik ha. 2 yil. Rahmat. Men buni faqat videoga olib desam boshqa narsaga ham kerak joylar bor. Qarmoqlik ham bor Ha, ekan. qarmoqliga ham ishlasa bo'lar ekan. Ana usoq nima gap? Tak, mana hozir yangi syomka jarayoni ketyapti. Nur-Sultonda zo'rlash jarayoni ekan. Hammasi endi qo'lni bilan qilaveradi. Hammani reaksiyasi har xil-ku. Kadrda yashab. O bilan xo'roz qichqirishni boshladi xo'roz. Ochar ekan kadrda. Qanday qilib ochadi? Katta qilib ochadi. Next. Baxmaldagi ikkinchi kunimiz juda ham ajoyib o'tdi. Xudo xolasa Nur-Sulton shu yerda ajoyib taomlarimiz bor. Ajoyib taom, albatta Uamak kanalida maza qilib, tomosha qilib, bolalar bilan mana. Mana bolalar. Xudo xolasa mazza qilib o'tiribmiz. Hujumga. Barcha menga yoqdi, kelinglar. Ajoyib, Xudo xolasa zo'r. Televizorda Uamak. Yoqimli ishtaqa. Biror to'g'risida fikrlarni aytib qo'yinglar-a. Navbat bilan dacha to'g'risida. Usoq. Zo'r go'sht bu. Ovqat paytimi? Dacha zo'r. Keyin ayt, yo'q, chiqib aytsin. Zo'r ketadi. Birga aytay, ko'p dachalarda bo'lganman. Ha. Qarayib, misol bir xilda o'choq narxda bo'ladi, u narxda shunaqa-ku. Ha. Hammamiz shu yerda jamlangan ekan. Taklif qilaman. Sanjar, ayt. Yaxshi, mana dam olib ketsa bo'ladigan go'rdi. Faxriddin. Faxrishka. Davronishka. Men ko'p kelaman, yana kelib davom etamiz. Yo'q, men ham kelaman, menga ham yoqdi, Davron. Birinchi kelishim. Xudo xolasa davomiy bo'lsin. Sen boshda kelmayman deb o'ylading, nimaga? Chunki mafya bo'ldi. Ha, lekin zo'r o'yinlar bo'ldi. Qani uloq to'g'risida bu narsa ayting endi. Zo'rmi? Xudo xolasa yana kelinglar. Uamak kanalini kuzatinglar, obuna bo'lib qo'yinglar, xudo xolasa. Yana ham chiroyli kontentlar xudo xolasa oldinda bo'ladi. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar. Xudo xolasa hamma ketishga tayyorgarlik ko'ryapti. Davron mashinada bir-birlab burib oldi. Qor juda ham zo'r. Xudo xolasa eson-omonga ketib olsak, mana bu yerdan ketamiz, qorli yo'l. Biz mana bu videoni chiroyli qilib bitta obzor qilamiz. Xudo xolasa keyin asta ketamiz. Davron bolalar bilan asta ketyapti. Mana mazza qilib dam oldik. Allohga shukr, shunday ajoyib joylarda bizda dam oltirgani uchun yo'llar lekin juda ham xavfli. 4 kishi menda, xudo xolasa sog'lik salomatlik yaxshi yetib olinglar. Davron ketdi mana xudo xolasa. Xudo xolasa ozginagina syomka jarayonimiz bor. Uni tugatib ketamiz.